Nexia 3 avtomatidan arzonroqdan bo'lsin degan azizlarimiz uchun biz 2 dona Nexia 3 topib qo'ydik. Ikkalasi ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan, top-toza, holati ideal holatda bitta odam mashinasi. Ko'ramiz, kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Savdolashib aloqaga chiqib bo'lsangizlar, chiroyli qilib kelishtirib beradilar, xudo xolisa. 2022-yil 75 ming probegda, halol probeg. Kraskasi top-toza, ko'rib tekshirib olaverasizlar. 4-pakalina metan qo'yilgan. Balon holatlari yangi balonlar taqib qo'yilgan, pachka balon. Salonlari ham ko'p qirilib chizilib ketmagan, chiroyli minilgan, befarq satlarcha minilmagan, lilonim poligida chiroyli chexollar qilib qo'yilgan. Metanchalari. Bunisi ham 2022-yilda chiqarilgan, 70 ming probegda, 4-pakalina propan ustanovka qilingan ekan, kraskasi top-toza. Bir qator obzor qilib o'tamiz, keyin narxini aytamiz, xudo xolisa. Yo'lkali balonlar qo'yib qo'yilgan. Salon holatlari. Chiroyli chexollar, evakor poliglarda. Mana 70 ming halol probegda. Tabletka bilan ustanovka qilingan. Kamizni bir joyda 115 million so'mdan savdo qilingan ekan, bermagan ekanlar. Undan yuqoriroqqa gaplashsa bo'lar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, qaysi sizni qiziqtirsa, telefonlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bo'lsangizlar.